sal oqsin. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida Jiguli avtomashinasi katta kanalga tushib ketgan. Joriy yilning 20-mart kuni soat 18:15 larda Dang'ara tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini Xo'ja qishlog'ida yashovchi fuqaroning oq Jiguli avtomashinasi qishloq hududidan o'tgan bomba kanalga tushib ketgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, Jiguli haydovchisi bir fuqaro bilan mashinadan tushib, ko'rishayotgan vaqtida mashina orqaga yurib ketib kanalga tushib ketgan. Holat bo'yicha kelib tushgan xabarlarga ko'ra, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi maxsus vazifalarni bajaruvchi mintaqaviy qutqaruv otryadi qutqaruvchilari voqea joyiga yetib borgan va cho'kkan avtomashinani maxsus texnikalar yordamida olib chiqishgan. Hodisa natijasida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q deyiladi xabarlarda. Suvni oqizib oladi. Yaxshi aylanyapti o'zini.